Assalomu alaykum qadrdonlar. Individga ishqibozlari. Mana individgalar, tovuqlar hammasi ko'kutda o'tlab yuribdi, mazza qilib. Hop, hafta kuniga seshanba 23-fevral 2026-yil. Mana individgalar hammasi o'tlab yuribdi. Tovuqlar ham narsa tutib, chuvalchanglarida shunaqa qurt-qumsqalarni yeb yuribdi. Bular yotibdi damda olib salqinda. O'zi quyosh chiqib ketdi fevraldanoq. Individgalarimiz xo'rozlar, mana tovuqlar ikkalasi ham har kuni tug'yapti. Endi individgalar ham bundan bag'iga ko'kutlarda yaxshi o'tlab tursa, tuxumga kirib ko'rkib qoladi. Qorni ochlari o'tlab, qorni to'qlari damda olib yotibdi individgalarimiz, tovuqlarimiz mana. Bog'larda mana teraklar bor. Sotiladi. Anchasi sotilib ketdi. 150 ta, 200 ta qoldi. Mana bo'ylari uzun hammasiniki. Mana bu tarafdagilari ham uzun. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.